begona ayol yoningizga kelganda 30-40 sekund nafas olishni to'xtating. Ta o'tib ketsin. Hidi dimog'ingizga urilib rohatlanmang. Rohatlandimi? U ayolga ham, bu hidlaganga ham Rasululloh aytdilarki, zinokor deb yozib qo'yadi deganlar. Nimaga bu darajada desa, chunki zinoni boshi o'shandan boshlanadi. Qarashdan, hidi yoqimliligidan, gaplashishdan shundan boshlanadi. Chunki Alloh zino qilma demadi, vala taqrabu dedi. Yaqiniga borma dedi. Qolgan gunohlarni qilma degan bo'lsa, buni yaqiniga borma. Bu degani zinoga eritib boruvchi nimaki ish bo'lsa, yo'qot uni, yaqiniga borma. Nima u? Yolg'iz qolish, gaplashish, hidini hidlash, ko'rishish. Umuman nimaga? Sabab zino shu darajada yomon narsaki, nafaqat o'zimizga, balki jamiyatimizga, kelajagimizgacha zarar bo'lganligi uchun Alloh zapret qilib qo'ydi, qilma dedi. Zapret yo'llari bor.